Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha ukam. Omonmisan? Oilang tinchmi o'zi? Ko'rinmay qolding. Xabar ham olmaysan bundoq. To'g'risini aytsam, juda ham charchadim. Qarzlarga kirib qoldim. Topgan pulim ro'zg'orimga zo'rg'a yetyapti. Qiynalib ketdim. Ishlarim o'zim kutgandek ketmayapti. Juda charchadim aka. Ey ukajonim, o'ylama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sen harakatdan to'xtamagin. Ha, to'g'ri aytasiz. Albatta yaxshi bo'ladi. Shuhrat. Shuni olgin. Bu nimaga? Ol. Niyat qilgandim. Rahmat aka. Xuddi ichimdagi gaplarimni eshitayotgan deysiz. Boringizga shukr. Ukajonim, sezaman-da. Ko'ngil yaqin bo'lgandan keyin ortiqcha gap so'zga hojat qolmaydi.